Assalomu alaykum. Eng arzon mollar kanali obunachilari, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Sog'lig'inglar yaxshimi? Kun issiqlarda charchamasdan. Bugun sotuvimizda bir bosh biyamiz bor. Shuni ko'rsatamiz. Ona bola. O'zingizlar videoni ko'rib, qolgan video davomida ma'lumotlarni video davomida berib boramiz. Videolarimiz ko'proq ko'rilishi uchun like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmaymiz. Hammangizga rahmat. Endi otni ko'rsatamiz. Mana ke biyamiz, akalar, opalar, aziz obunachilar. Biyamiz 3-qoringa tuqqan, yonida bolasi bor, erkak. Erkak quluni bor. Xohlasanglar erkak quluni bilan, xohlasanglar o'zi sotiladi. Bo'ylariga keladigan bo'lsa, bo'ylari 1.55, 1.60 atrofida. Endi 1.70 larda bormaymiz, shu 1.60 lar, 1.55, 1.60 lar atrofida o'lchab yotmadi u. Endi kech bo'lib qolsa ham oldik bu videoni. Чтобы obunachilarimizga videolar otni ko'rsatish maqsadida oldik. Biyamiz mana orqa taraflari. Biyamiz orqa taraflaridan mana ki. Biyamizni minib ko'rmaganmiz, lekin mana yovoshliklari juda yovosh, juda anaqa qo'pollik qilmaydi. Yosh bola ham bemalol eblab yuradi buni. Qoqida turgan biya. Biyamiz endi menimcha sog'sa ham bo'lsa kerak. Endi qimizcha aka-ukalar biladi uni. Bizcha bilmaymiz. Chunki mana ki yelinlari juda oz qanaqa ko'rinyapti bilmadimmi? Mana yelinlari ham mana shu ahvolda mana ki. Lekin sog'diradimi, yo'qmi bilmaymiz. Chunki sog' ko'rmaganmiz, endi bilmagan narsamizga bilamiz. Soqqanmiz, o'qiganmiz demaymiz. Otimiz tuqqanini aytdik, 3-qoringa tuqqan dedik. Bo'ylarini aytdik. Endi eng glavniy masala bu narxiga qoldi. Bu narxini video davomida aytamiz. Yana bizda sog'iladigan biyalar ham bor. Agar kim sog'iladigan biya qiziq bo'lsa, buni hozir bolasini ham ko'rsatamiz. Mana ki obunachilar bolasi. Bolasi juda katta emas, 2 oylik. 2 oylik ham emas, по-моему. Shu 1 oyliklar, 1,5 oyliklar bo'lsa kerak. 40 kunliklarmi, shunaqa atrofida bo'lsa kerak bolasi. Erkak. Yaxshi otdan qochgan, zo'r otdan qochgan. Mana ki. Mana onasi sal endi bolasiga qarab talpinyapti. Biyamiz yovoshliklari yaxshi. Otimizda qochgan. Otimiz xudo xolisa qornida bolasi bor. Где-то 1 oylikmi, 1,5 oylik bolasi bor. Qochgan, ichida u yerda yurgan ot bo'lgan, ichida ayg'ir bo'lgan, yaxshi ot bo'lgan. Maniki biyamizni bemalol sizlar hamma narsa qilsa yaxshi, biyamizni hech qanaqa muammosi yo'q. Maniki biyamiz yovosh. Endi qolgani sababini qilib sekin o'zingizlar tarbiya qilib olsanglar, balki sog'arsizlar. Ana bolasini ham ko'rsatdim. Bolasi yoqqa ketib qoldi. Naryoqda yana bitta ikkita toylarimiz bor. O'shalarning yoniga qarab ketdi. Boylanmagan toy umuman. Ona ham sog'ilmagan. Onasini to'yib emib yuribdi. Endi toyimiz sal kechroq tug'ilgan, o'shaning hisobiga. Juda unaqa katta bo'lib ketmagan hali. Yoshroq toyimiz ana. Shularning ham hisobini olinglar. Bolasi kichkina ekan, yo bir narsa ekan emas. Bolani yaxshi beradi, zot zo'r beradi. Qornida ham yaxshi otdan qochgan.
Manaki oldilari ham keng. Tuyoqlari ham bunaqa yomon tuyoq emas. Mana qora tuyoqlari ham bunaqa yeyilib ketadigan tuyoqdan emas, qora tuyoqdan. Manaki tuyoqlari juda bunaqa yeyilib ketadigan tuyoq emas. Tuyoqlari yaxshi, baquvvat tuyoqlar. Otimizda manaki hech qadida oq rang yo'q, mana mash rangda. Mana korpus hech qanaqasi yo'q, rangi yo'q. Xuddi shu rangda. Mana. Endi olib sababini qilib yaxshi ot qilaman, bitta ot kerak, biya kerak degan aka-ukalarimizga tavsiya qilamiz. Biyamiz yaxshi, chiroylikgina qaddi qomatlari kelishgan. Bitta bo'lsin, zo'ri bo'lsin degan aka-ukalarimizga rosa tushadigan biya hisoblanadi. Misol uchun bemalol ot qilib, yaxshi otlarga qo'yib, nasl olishingizga juda zo'r, qulay keladigan narsa. Assalomu alaykum akalar. Anjollilar, xudo xolasa mana qanday narmani ot baqinglar. Son polvon. Otga gap yo'qmi? Mana unaqa ot baqang aka. Manaki akam Andijondanlar. Andijonliklarga tavsiya qilishyapti, mana shunaqa ot boqinglar deb. Har doimgidek Husan polvonga vizif to'xtatmayaptilar akam. Faqat Husan polvonda bo'ladimi yaxshi ot, mana menda bor undan-da yaxshi otlar deb gapiryaptilar. Hammanglarni xudo xolasa fermamizda kutamiz. Mana akam yaqindan bu yoqqa o'tib, tegidan ham o'tib beraman deyaptilar. Endi men o'zim qo'ying deyapman kech bo'lganda tag'in. Endi bari hayvon. O'shaning uchun ortiqcha muammo qilmang deyapman. Atak biyamiz yovvoshliklarda gap so'z yo'q. Shu bilan videomizni yakunlaymiz. Hammanglarni fermamizda kutib qolamiz. Bitta like bosib, podpiska bosishni unutmaymiz. Hammanglarni fermamizda kutamiz. Kelinglar. Nomerlarimiz tegida bo'ladi. Eng qizig'i biyani narxini aytmaymiz. Biyani narxini aytib o'tamiz. Biyani o'ziga qaratib narxini aytib o'tamiz. Biyani narxini yashirishamiz. Biyani ona bola 40 million so'm qilib beramiz. 40 million so'm xayri bor. 40 million so'm o'tib butun O'zbekistonga dastavkasi bizdan. Manaki. Endi Hoji aka bitta sizda bo'lsin. Ana mahallada bitta sizda bo'lib yuradigan biyada aka, mahallada yetalab yursangiz ham mahallani to'ldirib yuradi. Xudo xolisa toyi ham 3-4 oylik bo'lsa, chiroyli yugurib berib yursa, haqiqatda Hoji aka deb murojaat qilishadi ekan sizga hamma. Hammanglarni fermada kutib qolamiz. Like bosib qo'llab-quvvatlashni unutmaysizlar. Rahmat hammanglarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.